Assalomu alaykum azizlar. Asalari bilan chaqtirib davolash markazimiz, asosiy klinikamiz Farg'ona viloyati Beshariq tumanida. Qo'qon shahrida ham filialimiz bor. Navoiy massiv Oqtepa lavashida orqasida 14-dom. Bu yerda kunlik xohlang erta bilan kechqurun kelib oling, bir kunda 2 mahal, xohlang bir kunda 1 mahal oling. Bu yerda faqat qatnab oluvchilar uchun Qo'qon shahrida. Va klinikamiz esa Farg'ona viloyati o'sha Beshariq tumani musiqa san'at maktabi ro'parasida, hozirgi Toshkent Farg'ona petagi bor, shuni orqasida. Asalari muolaja olishlikda nimalarga e'tibor berish kerak? Albatta, parhezlari juda ham muhim asalari olishlikda. Allergiya beruvchi narsalar, o'ta sovuqlik narsalar, achchiq sho'r narsalar mumkin emas. Asalari muolajasi eng taqiqlangan narsalar mana shu. Yuvinishga keladigan bo'lsak, mana ba'zi bir holatda shuni aytamiz, yuvinish mumkin emas deymiz, lekin hozirgi mana yozgi kunlarda, qishki kunida ham eplasa bo'ladi. Masalan, bir hafta yotganda ham 15 kun davomida bir narsa qilib eplasa bo'ladi, lekin yozgi kunida nima qilamiz? Yozgi kunida yengil dush olsa bo'ladi. Havoni issiq paytida shuni hammom kiriladi, issiq suvni ochib, o'sha endi kuyib qolmaydigan suvni ochib, bitta yengil shampunlanib yo sovunlanib chiqadi bo'ldi, darrov artinib quyoshda tig'ida o'tirgan afzal. Shunday holat bo'lsa, hech qanday zarar bermaydi. Chunki o'ziga yarasha ayniqsa asalari muolaja olganda juda ham organizmda tozalanish juda ham kuchli bo'ladi. O'ziga yarasha terida hidlanish boshqa holatlar kuzatiladi. Shuning uchun umuman yuvinish taqiqlab tashlab bo'lmaydi. Yengil dush olsa bo'ladi. Bu hamki har kun degani emas, 2 kunda, 3 kunda, kamida 3 kunda bir. 3 kunda bir yuvinib olsa bo'ladi. Keyin mana asalari qo'yganimizda bir xilgilar mana shu bu videomizda asosiy o'sha qatnab oluvchilarga murojaat qilamizki, asalari olganingizda menga yoqmadi, qo'ymadi degan gaplar bo'ladi-da. Nimaiki holat bo'lsa, tabib bilan maslahatlashish kerak, telefon qilish kerak, holatlaringizni tushuntirish kerak, aytganda qilib kelib olinsa, umuman zo'r effekt bo'ladi. Bizga mana kelyapti ba'zi bir qatnovchilarda mana ariq qo'ygan joylarimizda istimo olishlar bo'ladi. Qip-qizil ham bo'lib ketadi. Mana shapalaqdek qip-qizil holatlar bo'lib ketadi. Ba'zi birlar shunday qilib nima qiladi bu holatda? Bora allergologga boradi. Vobshe allergiya beryapti, uqvordi, osma uqurlardi, ular hazlakam dori-darmon qilmaydi. U narsa kerak emas. U narsani bitta zaytun yog'i hal qilib beradi. Issiq qilib zaytun yog'ini surtishlik, ana shu siz borib olayotgan ukol, dori boshqalarni unmasini hal qilib beradi. Bu bitta haligi jiddiy narsa yo'q. Insonning tanasida sovuqlik miqdori yuqori bo'lsa ham mana shunday holatlar bo'ladi. Tashqi muhitdan shoboda yetkazib qo'ysangiz bo'ladi bunday holatlar. Bu muammo emas. Biz mana shu yotoqda olganlarda mana shunday bezovtaliklar bo'lsa, boshqa bo'lsa mana qayd qilish, ichib o'tish degan holatlar kuzatiladi. Mana shu holatlarda ham darrov o'sha yerlarga, chunki bizning muolaja jarayonida qayerda kasallik qo'zg'algan holatlarda nima qilish kerak, kasallik shunday holatlarida albatta yana o'sha joylarga asalari qo'yiladi. O'z-o'zidan yaxshi bo'lib ketadi. Bu qatnovchilarda nima bo'ladi? O'sha qayd qilib, kerak bo'lsa yegan tashab ichib o'tsa menga ari yoqmadi deydi. Ari yoqmaydigan odamda o'zi yo'q. Xudo xolasa hammaga yoqadi ari. Biz mana yaqin 10 yillik tajribamizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bitta oqqon kasalligiga biroz qiynaldik. Lekin ba'zilariga qo'ydik. Ba'zilariga qo'yishlikda iloji bo'lmadi. Undan bu yoqdagi kasalliklarga hammasiga qo'yilyapti. Birortasi Allohga shukr minus tarafga ketish bo'lgani yo'q. Oldinga qarab yursa yuryaptiki, orqaga yurish bo'lgani yo'q. Shuning uchun nimaiki holat bo'lsa, albatta o'sha tabib bilan maslahatlashsa, tabibda aytilganini qilinsa, ozgina qiyinchilikdan o'tib olinsa, chunki asalari muolajasida 1-2 kurs biroz qiyinchilik bo'ladi. Shu qiyinchilikdan o'tib olinsa, bo'ldi, siz faqat yutuqda bo'lasiz, minusda bo'lmaysiz. Faqat yutuqda bo'lasiz. Shuning uchun Xudo xohlasa, agar kelinadigan bo'lsa, albatta asalari muolajaga kelishdan oldin mosh, loya, no'xat, tuxum, qalampir shunga o'xshagan narsalar umuman yeyilmaydi. Pomidor, bodring, achchiq sho'r narsalarni yemay turishlik kerak. Yemasdan to'q qoringa kelishlik kerak. Davleniyasi past yuradigan odamlar hech bo'lmasa mana shu 3-4 kunlik muolajagacha qora kofe, novvat choy, mana shu narsalarni iste'mol qilib kelinsa, umuman zo'r bo'ladi holat. Xudo xolasa kimga mana shu xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, asalari chaqtirib muolaja qilishlik, mana shu yuqorida aytib o'tilgan manzillar bo'yicha kelinsa, Xudo xolasa chiroyli xizmat qilib,
dardlaringga shifo topib ketishliklaringda sababchi bo'lishlikka tayyormiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida. Telefon nomerimiz +99 890 567 35 57. Umurbek tabib desalaring YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ana o'sha yerga kirib, tuzalgan bemorlarni bir yaxshilab ko'ringlarda, ana o'zlaring uchun bitta chiroyli nima bo'ladi, motivatsiya bo'ladi. Ana o'shalarda bemorlarni tuzalganliklarini ko'rib boshqalar biz o'zimizdan video olib joylamaymiz. O'zlari rozi bo'lgan bemorlardan, haqiqatdan tuzalgan bemorlardan video syomka qilib joylaymiz. Doim salomat bo'lasizlar.